Agar bu usulni oldinroq bilganimda farzandimni qiynamagan bo'lardim. Nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, siz ham bilib olasiz. Balki siz ham menga o'xshab farzandingizni qiynab yurgandursiz. Kuz-qish mavsumi keldi. Xohlasak, xohlamasak ham farzandlarimiz shamollashadi, ertalab turganda burni bitadi va biz onalar doim ularga yordam berishga harakat qilamiz. Sizlarga mana shu shaftoli yog'ini tavsiya qilaman. Bolajoninglarning burni bitganda Rinaxilga o'xshagan har xil dorilardan ko'p foydalanish mumkin emas, lekin bu shaftoli yog'i tabiiy va foydali. Xo'p, bu narsani aptekadan sotib olganinglarda, burni uchun deb sotib olganinglarda sizlarga o'zini tomizadigan pipetkasini mana shunaqa narsani qo'shib berishadi. Lekin bu narsa juda ham xavfli. To'g'risini aytsam, qo'rqaman bu narsadan. Sababi burunga tomizayotganinglarda chaqaloqlar baribir jim turmaydi, qimirlab boradi va natijada men bu uchilarni burnini shilib qo'yishi, qonatib qo'yishi mumkin. O'zim farzandimda xuddi mana shu narsa bo'lib o'tgan. Shuning uchun Rinaxilni bo'shagan idishini olib qo'yganman va mana shunga yog'ni quyib doimiy foydalanaman. Bu juda ham xavfsiz va yengil usul hisoblanadi. Balki bu narsa 3-4 ta farzandi bor onalar uchun yangilik emasdir. Ammo yangi yosh onalar uchun menimcha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Agarda sizlarga ham xuddi shunaqa foydali maslahatlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.